Şundaq döpçükən. Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızla başlayımız. Leksiya da qacırızı. Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2023 yıl 7. ayının 28. günü hürmetli vatandaş. Bugün sizlerge məlum. 2014 yıl 7. ayının 28. günü Uyguristan'ın yani Cenubi Uyguristan'ın Yaka vilayetinde Elişku yazısıda facia katliam Uygur qırğınçılığı Uygur'unu katliam qilish. Fakat Uygur bolğanlığı üçünla, fakat adam bolğanlığı üçünla Uygur'unu katliam qilish. Faciası yüz berdi vatandaş. Bugün biz şu günü akkan kanla, şu günü tökülgen köz yaşla, saat vakti yani 13 yıllığı yakı 14 yıllığını hatırlayımız vatandaş. Hatırlayımız, unutmayımız, Uygur unutmaydı. Tabiat unutmaydı. Dünyadaki ahkımel insanlar ve demokratik devletler unutmaydı. Bulanın bu facianın hesap kitabı var vatandaş. O yüz bergen iken bunun cevabı bulundu vatandaşım. Bizim Allah yetip gelsin vatandaşım. Cevabı buldu. Biz aile tavabatlardan ve bakarını şu vaxt bu haberde şu vaxtda paş kılgan elek Uygur jigit Abu Bekir'den samimi hal sırayımız bu jigitnin hazır türmedeki ahvalını hiç kim bilmeydi vatandaş. Şu günü Xitayla kurallık sakçı kısımları, askeri kısım, harbi kısımları hatta sakçılar öy kirip bastırdı. Anısının kuşağıdaki balını tartıp elip katla kıldı. Tutup çıkıp gitti. Ulan ne de gayip, ne gitti, izdirgine de hiç kim bilmeydi vatandaş. Xitay şu günlerde adamsız ayrı plan evetip Uygur kırgınçılığı yürgüzdü. Yani adamsız ayrı planını Uygur'un vücudunda, Uygur'un zımınında, Uygur'un tuprağında, Uygur'un ahlakı üstüde sınak kıldı. Vatandaşım, Uygur adam idi, millet idi. Dünyadaki milletler qatarıda. Millet bolalaydıgan, sepki turalaydıgan, qolidan her qandaq iş keledigan millet idi. Mana bu bugünkü vaziyetimiz. Endi ikkinchi vaziyetimiz hazır Cungo ve Amerika münasebeti. Muşu aralıqda qandaq ahvalda meselen alayla hazır Amerika Qo'shma Shtatları Aksaray Hong Kong memuriyet başlığı Li Jiachao'nun bu yıl 11. ayda Amerika Qo'shma Shtatlarının Kaliforniya ştatı San Francisco şehrinde ötküzülüdüğün Asiya Tinch Okean İqtisadi Hamkorlik yig'iniga qatnashish talabini ve qatnashish salohiyatini rad qildi. Bundan biz görüp olmamız ki Amerika Cumhuriyeti münasebeti intayin nazik bir davrga kirib keldi vatandaş. Bugün şu to'g'rida sizlarga leksiya so'zlaymiz vatandaşlar. Cho'ng chataq chiqdi. Aksaray Li Jiachao'nun APEC yig'ini qatnashishini yani Asiya Tinch Okean iqtisod yig'ini hamkorlik yig'ini qatnashishini rad qildi. Xi Jinping o'ch elishi mumkin. Mavzuli xabar 7. ayning 27. gün Tayvan Markaziy agentligi tarafidan e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Pochtasi gazeti bugun xabarlardan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Aksaray
Hong Kong ma'muriyat boshlig'i Li Jiaqiangning 11-oyda Amerikaning San Fransisko shahrida o'tkaziladigan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik yig'iniga qatnashishini rad qildi. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Bu balki Jungoning raisi Xi Jinpingning bu yig'inga qatnashmasligini keltirib chiqaradi. Washington Post'si bugun prezident Joe Biden Xi Jinpingni qiyos qilib, Hong Kongning rahbari Li Jiaqiangning iqtisod yig'iniga qatnashishni rad qilganligi to'g'risida xabarni e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. 3 nafar xabardor kishi mundaq dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining ishki qismida Jungoga qarshi qattiq qo'l Davlat Majlisi a'zolari muvaffaqiyatli holda bosim ishlatib, Aqsaray Hong Kong ma'muriyat boshlig'i Li Jiaqiangning APEC Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik yig'iniga qatnashish salohiyatini rad qildi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Aqsarayning bu qatimgi qarori Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning Jungo bilan bo'lgan munosabatni qayta qo'zg'atish tirishchanligi uchun bir sinaqdir. Xabarda xabardor kishilardan naql keltirib bundaq ko'rsatildi. Bu qaror Rais Xi Jinpingning Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'iniga qatnashmasligiga turtki bo'ladi. Bundan burungi xabarlarda mundaq deyilishgan edi. Prezident Joe Biden Osiyo Tinch okean iqtisod hamkorlik yig'inida Rais Xi Jinping bilan ko'rishdi. Yana boshqa tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping yig'in qatnashishi mumkin. Jungoning iqtisodiy davrash xarakterli chekindi. Jungo bu yuqori darajaliklar yig'ini qatnashib mablag' solg'uvchilarning ishonchini asliga keltirishga urinib beqishi mumkin. Endi Xi Jinping davlat fuqarolariga Amerika Jungo munosabatini tizginlab tura olayman deydigan kuchurni yetkazish uchun bo'lsa-mu San Fransisko yig'iniga qatnashish mumkin. Jungolikning tabiiy xarakter an'anasidan aytganda, bu yil bu yig'in qatnashidi. Yuqorida ko'rsatilgandek sabab nima debdi? Mablag' solg'uvchilarni qiziqtirish, sinab beqish va ularning ishonchini qo'lga keltirish deb. Lekin masalaning taqdiri nada hozir? Aqsaray Li Jiaqiang Hong Kong ma'muriyat boshlig'ining bu yig'in qatnashishini rad qildi. Hong Kong xalqiga shundoq ijobiy javob berdi. Hisobda buni Aqsaray to'g'ri qildi. Davlat majlisi a'zolari ishlatgan bosim ham to'g'ri bo'ldi. Bu nuqtadan aytganda Xi Jinping bu yig'in qatnashmasligi kerak. Qatnashmaslikning birinchi sababi Li Jiaqiangning salohiyatining rad qilinganligi, yig'in qatnash salohiyatining. İkinci sebebi sen yig'inga kelib qatnashadigan bo'lsang, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bilan ko'rishishing mumkin. Ko'rishmayman desang, masalaning yana bir tarafi o'tirg'i chiqadi. Ko'rishadigan bo'lsang, suhbatlashadigan bo'lsang, masalaning yana bir tarafi uzundan davomlashib kelayotgan tarafi, ya'ni Amerika Jungo munosabatidagi ishlashga tegishli ish, bejarishga tegishli ish, esib qo'yishga tegishli delo-pilolar degandek mushu suhbatga daxil bo'lishing va buningga bir javob berishing kerak. Bu og'ir masala. Buni hozir siz bizga tanishgan deb turaylik, boshqalarni qo'shmaylik. Tanışlığı Jungo Amerika harbiy aloqa munosabatlarini saqlab qolish, rivojlantirish va bu to'g'rida bir funksiya, jamiyat xos holda bir funksiya, harbiy ishlar xos aloqa munosabatlar, ya'ni shundoq bir funksiya. Bu intayin og'ir ish vatandosh. Biz tunga nima dedik? Bir davlat, bir hokimiyat agar o'zgarish davri kirib qoldigan bo'lsa, uning askariy qismlari armiyasining holati nima bo'ladi, nima ko'yga tushib qoladi deganni so'zildi. Bu bek og'ir ahvol. Bu Amerika Jungo munosabatining diplomatik munosabatlar doirasidagi, Amerika Jungo munosabatining harbiy ishlarga munosabatlik aloqa munosabatlari doirasidagi ish.
Ten alqıp çıkıp bir yerde siyaset karakterinden ve harbiy işler karakterinden ayrı bitip qaraganda Amerika halkının Jungo'ga insonparvarlik, adamgarchilik bilan muomala qilishining har qanday o'zgarish tinch yo'l bilan bo'lsin, üstün bo'lmasa, xuddi Rossiyadek. Ayni vaqt sobiq Sovetlar qanday o'zgarish hosil qilgan bo'lsa, har qanday o'zgarish shunda bo'lish kerak. Buni biz da'vatimiz, biz kutyapmiz vatandosh. Buning uchun balki Amerika Qo'shma Shtatlari amonlik, tinchlik, asoyishlik, aminlik uchun bo'lsa-mu Amerika Jungo harbiy ishlar munosabatini ta'kid. Agar hozirgacha kagal hisobda biz sizlarga so'zlab bo'ldik, Jungo hukumati bu harbiy ishlar munosabati qo'shilishga unamadi. 3 oy qoldi, 11-oy San Fransisko yig'ini bu yerda so'zlashganda agar keladigan bo'lsam, Prezident Joe Biden bilan ko'rishish to'g'ri keladi. Ko'rishmasang, yana bir taraf. Ko'rishsang, yana bir taraf. Besam mana shunday keldi vatan. Shunaqmi ya vatandoshim, buni shunchalik so'zlaylik.